Gazoblok qulay material, lekin noto'g'ri urilsa 2 yildan keyin devoringiz qulab tushishi yoki yorilib ketishi mumkin. Bugun sizlarga gazoblokni qanday qilib to'g'ri va professional urishni ko'rsataman. Poydevor hech qachon ideal tekis bo'lmaydi. Biz nima qilamiz? Eng baland joyini topamiz, ishni o'sha yerdan boshlaymiz. Shunda devor oxirgacha qochmay ketadi. Gazoblokni birinchi qatlamini urish uchun rastvor tayyorlaymiz. Poydevorning parfetkalarini chetidan nolni olamiz, noldan loyni ko'proq qilamiz. Yer changini ketkazish va rastvorni namligini tortib olmasligi uchun anti-moroz qo'shilgan suv sepamiz. Avtoglav gazoblokda eng muhim joy birinchi qatlam. Agar bu qiyshiq ketsa, ustiga nima ursangiz ham foydasi yo'q. Birinchi qatorda sekin-sekin tekislab o'lchab qo'yamiz. Avtoglav gazoblokda rezina boltadan foydalanishni unutmang. Blokni shikastlamay joylashtirasiz. Keyingi qatlamlarni urish uchun rastvor tayyorlaymiz. Bunga anti-moroz qo'shilgan suv qo'shamiz. Gazoblok yelimi shpaklovka emas, qalin surtadiganlar bor. Keyin devor sovuq o'tkazadi, yoriq keltirib chiqarishi mumkin. 2-3 mm yetarli bo'ladi. Rastvor bir xilda yoyilishi uchun maxsus tishli shpateldan foydalanamiz. Gazoblokning har bir qatoriga suv sepamiz. Shunda rastvor namligini tortib olmaydi. O'z holatida qurib, mustahkam bo'ladi. Devorning urin bilan tekshirib turishni unutmang. Blok oralaridan chiqib qolgan mahsulotni chaplamasdan olib tashlaymiz. Shunda chok ochiqlik hosil qilmaydi va ishingiz professional bo'lib chiqadi. 60 li gazoblokning ustidagi gazoblok choki 15 cm farq qilishi kerak. Ko'rib turganingizdek, gazoblok choklari to'g'ri kelib qolmasligi kerak. Ularning choklari orasida 15 cm bo'lishi shart. Shunda devoringiz tekis va mustahkam chiqadi. Gazoblok urishda har ikki qatorda setka qo'yilib, to'g'rilik sim bilan bog'lanadi. Bundan maqsad devorning zilzilaga bardoshliligini oshirish. Setkaning uchini ikkiga bo'lib, setka tengligiga qaytarib, uchidan ozgina egib gazoblokka qotiramiz. Setkaning qaytarilgan qismini ikkitadan qilib, bir-biriga mustahkamlab chiqamiz. Setka qatoriga odatdagidan biroz ko'proq rastvor qilinadi. Buning sababi blokimiz setka ustida o'ynab ketmasligi uchun. Gazoblok o'zining maxsus gazoblok arrasi bilan kesiladi. O'zingizga kerakli razmerda belgilab, yarmini bir tomondan, qolgan qismini ikkinchi tomondan aralaysiz. Shunda gazoblok tekis chiqadi. Toza, tekis, chiroyli bo'ladi. Avval burchaklarni chiqarib olamiz, keyin orasini to'ldiramiz. Burchak qiyshiq bo'lsa, butun uy qiyshiq bo'ladi. To'g'ri devor urishni ko'rdingiz. Endilikda 90 gradusli bir-biriga bog'langan devorni qanday urish kerakligini ko'rsatamiz. Ba'zi ustalar bunday devorlarni bir xilda urib olib ketishadi. Bu katta xato. Keling, buni sizga qanday urilishini ko'rsatib beraman. Svyazka bo'ladigan devorimiz shu holatda bo'ladi. Ba'zi ustalar svyazka qilinadigan qismini qilmay to'g'ri urib qo'yishadi. Ko'rib turganingizdek, bizning devorni birinchi qatoriga to'g'ri butun blok qo'yilgan. Bog'lanish qismiga yarim blok qo'yilgan. Keyingi qismida bloklarni svyazka qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni chokni bostirib urishimiz kerak bo'ladi. Shunda devorimiz yanada mustahkam bo'ladi. Urvinni tekshirib turishingiz kerak. Bu yerda ham har ikki qatorda setka bilan mustahkamlab ketamiz. Devorimizda ko'rishingiz mumkin, svyazka qanday ketayotganini.
Birinchi qatlam tekis ketyapti, ikkinchi qatorda chok bosyapti. Shu shaklda olib ketasiz, qolgan qismini ham. Devorlar orasini ochiq qoldirganini sababi bor. Zilzila paytida beton devorlarni qisib, yorib yubormasligi uchun. Bu ochiq qolgan joylarni pena bilan berkitib qo'yamiz. Shunda issiq sovuqni chiqarmaydi, lekin zilzilada devor erkin harakatlana oladi. Mana shu qoidalar bilan ursangiz, devoringiz uzoq yil xizmat qiladi. Megaton, o'zgarish vaqti keldi.